O'yin ham tugadi. Kutilgan manzara. Real yana 3 urdi. City uyida urganchalik ura olmadi. Bitta urdi, oxirida hammasi tugagan paytda. Kylian Mbappe butunlay boshqa daraja ko'rsatdi bugun. Gollari har xil bo'ldi. Qochib ketib ham urdi, uzoqdan ham urdi. Ijro zo'r bo'ldi. Umuman Realda hamma yaxshi o'ynadi, hamma. Vinicius ham yaxshi o'ynadi. Bellingham umuman ajoyib o'yin ko'rsatdi kurashlarda va himoyaga ham ko'p qaytdi. Hudud berishmadi. Hollandning yo'qligi ham ozgina sezilgandir, lekin muhimi Abduqodir Husanov Chempionlar Ligasi taftini his qildi va bu Santiago Bernabeuda bo'ldi. Lensda ham Chempionlar Ligasida o'ynagan Arsenalni yirik hisobda yutqazgan uning jamoasi. Bu safar yiriklashib ketardi agar Real gol urgisi kelsa. Lekin Real odatan unaqa haligi 3 tadan keyin to'xtaydigan odati bor. Shuning uchun odatiy g'alaba bilan Realchilarni tabriklayman. Darvoqe Guardiola 1% imkoniyat bor deganda rost aytgan ekan. 1% ekan.